akalar, bu yerda asosiy narsa mana shunda. Bu tabiiy tosh, mramor bu. Maxsus granit qumidan ham qo'shiladi. Qarang, olib boring. Maxsus qora tosh ham qo'shiladi. Qaranglar. Mana tayyor bo'lyapti akalar. O menga yoqqani hidi rosa shirin bo'ladi. Bu ajoyib hid kelyapti menga. Oradan 3 sutka o'tib, tayyor mahsulotlarimiz qurir ekan akalar. Qurig'ini endi nima qilamiz? Qayga tekislangan buni orqasi? Orqa tomoni tekislangan mana. Orqa tomoni chaqlab, silliqlab chiqaziladi. Birinchi orqa o'tadi, orqani tekislab olgandan keyin biti bilan qo'yiladi. Ezib pishiryapti, bosib pishiryapti. Bak. Tezkirlikda baholarimiz akalar go'zal. Zo'r. Hop. Böyle teramiz. Bu işi tayyormi endi sotuvga qanday holatda bo'lsa shunday turadi bu. O'zimiz chiroylab bosib beradigan bo'lsak, 10 tonnaga yuk ko'tarishiga 10 yil umuman rangi o'zgarmasligiga to'liq garantiya beramiz inshaalloh. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi videomiz Niyabishni oldin bunaqa mavzuda video qilmaganman. Shunga o'xshash burchatkalar haqida video qilgandik, lekin aynan mramor burchatka haqida hali video tayyorlanmagan. Bu tabiiy tosh bo'lganligi uchun 10 yillab sizga rangi o'zgarmasdan mana shu yaltiragan holatda xizmat qilib beradi. Iskandar aka menga qancha bo'ldi? Bu o'tgan yili boshlangan. Aytdim-ku sizga, mramorni burchatkani 2024 da boshladik. O'tgan yili sentyabr oylarida ustanovka qilib bergan xonadonimiz. Zo'r. Kelavering. Mana yorug'roqda bitta ko'rsataylik. Qachon yuvilgan bu joy? Hech kim bo'lgan. Kim bo'ldi? Turishini qaranglar. Xullas, rangi o'zgarmaydi. 10 tonnagacha o'zlari bosib bersa, 10 tonnagacha yukni bemalol ko'tarib beraveradigan mramor burchatkalar. Videomiz davomida o'zim uchun ham qaytib aytyapman bu gapni. Bu yangi mavzu. Menimcha sizlarga ham o'ylaymanki, qiziq. Tayyorlanishi, qanaqa bosqichlardan o'tadi, jarayonlar qanaqa, buni narxi, turlari hammasi haqida to'liq ma'lumot berganmiz. O'sha gap bitta like bilan podpishka qilmasdan bo'lmaydi. Boshladik. Butun dunyoda hamma narsa tabiiy usulga o'tib ketyapti. Bunda burchatkalarda ham mana mramorni tabiiy toshdan tayyorlanganlarini sizlarga bugun ko'rsatib beramiz. Kelib men so'radim akamizdan. Aka, bu o'zimizning burchatkalardan farqi nimada desam, bu tabiiy mramor bo'lganligi uchun uni turib hozir ko'rsatamiz bu seriyalarni, jarayonlari hammasi noldan ko'rsatib berganmiz aynan mana shu sohani. Men uchun bu yangilik, shunga juda ham qiziq menga. Xo'p, bu umuman kraska to'kib kelsa, kraska ham yuqmaydi. Suv ham o'ziga shimmaydi. Umuman bu boshqa narsa. U burchatkada ko'ra buni farqi ancha katta. Dog' bo'lib qolmaydi, zak bo'lgan joylarda namni o'ziga o'tkazib yormaydi. Qanday holatda bo'lsa shunday turadi bu. Xudo xolasa 10 yil to'liq garantiya beramiz mahsulotimizga. 10 tonnagacha yuk ko'tarishiga garantiya beramiz. O'zimizning mutaxassis ustalarimiz bor. Xudo xolasa o'zimiz chiroylab bosib beradigan bo'lsak, 10 tonnaga yuk ko'tarishiga 10 yil umuman rangi o'zgarmasligiga to'liq garantiya beramiz inshaalloh. Gap yo'q. Bu akalarimizni yana men birinchi kelib so'raydigan narsam narxi, dastlabkasini so'rayman-da. Dastlabkasi butun O'zbekiston bo'ylab hozir aytiladigan narxlar ichida dastlabkiga pul olmaysiz. Yo'q, olmaymiz. 100 kvadrat, 200 kvadratga ham olinmaydi. Yo'q, olinmaydi. Bo'ldi. Xo'p, qaranglar. Narxlarga keladigan bo'lsak, 110 ming so'mdan kvadratiga 130 ming so'mgacha, hozir 130 mingligini ham ko'rsatamiz. Sulton dedikmi buni, Iskandar aka? 24 ga 24 Sulton burchatkamiz. Aha. Qizil yangilik, qizil mramorni toshda quyilgan. Zo'r. Bu ham shu o'chmaydigan turida, Yo'q, umuman o'chmaydi, xudo xolasa aka. Seriyosini ko'rsatib, sababini tushuntiramiz. Bunisicha, bu ham 110 mingmi? 110 ming so'mdan bu ham. Hop, mana bu qora granitlar ichida ketyapti. Burchatkada men bir ko'rganimda bu alohida hisoblanardi. Bunda 110 mingda ichida ketyapti shu kubik toshlari bilan. Hop, bu ham shunaqa narxi. 110. Ha, 110 ming so'm. Aynan mana bunisiga kelsak, bu 130 ming so'm ekan. Sababi mana shu qora granit bunga ko'proq ketgan, zichroq bunda. O'shani hisobiga ekan. Hop. Endi akalar zakaz beraverasizlar. Mana Guliston, Sirdaryo viloyati Gulistonga 1000 qancha dedik? 1400 kvadrat zakazimiz bor, hozir tayyorlayapmiz. 1400 kvadrat. Ichkari ishlab chiqarish sexi, shlipovkadan tortib qolgan ma'lumotlarni ham hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p, mana bu tarafda yana boshqacha turlari bor.
Bu turlarini ustida yana ishlanyapti. Agar kattaroq miqdorda sizlarga o'zgacharoq shaklda kerak bo'lsa, muammo yo'q, xudoingizni chiqarib beraveramiz. Chiqazib beramiz. Shaklini umuman muammosi yo'q. Xo'p, mana bu narsa o'sha buni serios ekan. Novatga o'xshatdim men. Qarangda, kamerada qanchalik bu bilinyapti. Ajoyib tosh ekan. Xuddaligi tosh bo'lib tosh emas. Bunga fonar yoqsa orqasi ko'rinadigan o'xshaydi. Xuddi o'shaqa. O'shanaqami bu? Xuddi o'shaqa. Qo'y. Bu voha tarafdan kelar ekan asosan mana shu tosh. Bu suvga solib qo'ysangiz suv ham chiqmas ekan, hech narsa qilmas ekan. O'z rangi, tusi o'zgarmaydigan narsa ekan. Zo'r. Qidirib yurganlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Ha, keyin bu aynan mana shu soha juda ham kamyob. Namanganda bir ikkita 3 ta xohlasayapsizmi? Ikkita yo 3 ta sexda ishlab chiqarilayotgan hozir. Bu hali hamma joyda ko'ravermaysiz. O'shanga kelar bitta addushi like bo'lsin. Men o'zimga ham yangilik bo'ldi bu soha. Zo'r. 2024-yilda boshlandi bu mahsulot ishlab chiqarishi. Birinchi o'zimiz ancha yillardan beri shu narsani maqsad qilib yurardik. 2024-yilda shu sohaga kirib kelib, shu mahsulot ishlab chiqarishni boshlaganmiz. Zo'r. Hozir ichkariga kiramiz. Buni shlipovkasi, tayyorlanish, quyilish jarayoni hammasi haqida sekin batafsil ko'rsatib beramiz. Qancha miqdorda zakaz kerak bo'lsa, ob'yomda chiqarib berishadi akalar. Xo'p, necha kunda tayyor bo'ladi? O'rtacha 100 kvadratli mahsulot. 100 kvadratli mahsulotimiz 3 kunda, 3 sutkada tayyor bo'ladi. Bo'ladi. Aloqaga chiqasizlar, zakazda vaqtiga qarab, aniq vaqtini gaplashaveramiz. To'lov turlari hamma usuldan aka? To'lov turlarining umuman qizig'i yo'q. Pritseniya, naqd pul ketaveradi. Ketaveradi. Bo'ldi. Mahsulot tayyorlash jarayoni akalar. Bu yerda asosiy narsa mana shunda. Bu tabiiy tosh, mramor bu. Maxsus granit qumidan ham qo'shiladi. Qarang, oppoqligi. Maxsus qora tosh ham qo'shiladi. Qaranglar. Mashlar bilan tosh ajoyib bo'lib chiqadi. Mana bu ulkan mishalkada akalar servo tayyorlanyapti. Bunda hozir asosiy tarkibi o'sha mramor toshi ko'chadagi. Mramor tosh, mramor qumi, oq Eron beli semini va Turkiyadan keladigan o'zining maxsus suyuqligi bor, kleysi bor. Shu to'rt xil mahsulotdan shu mishalkada aralashtirib keyin presslanadi. Bu yoqqa qo'yamiz. Bu vibrastol bilan. Vibrastol. Hozir jarayonni ko'rsatamiz akalar. Mana tayyor bo'ldi akalar. Bu ko'pgina edi cho'kib ketar ekan, tayyor bo'lgan sari zichlashib ketar ekan. Hop, mahsulot hozir yoqqa tushiryapmiz. Har bir burchatkani gramga gram tortib qo'yilar ekan bu yoqqa. Rastvorni qoliplarga tortib solinadi akalar. Keyin ulkan vibrastolimiz bor. Tayyor bo'lganini yoqing akalar. Mana shu holatda tekkizlaymiz. Burchaklariga, taglarigacha yetib boradi. Tekis chiqadi. Oradan 3 sutka o'tib, tayyor mahsulotlarimiz qurir ekan akalar. Qurig'ini endi nima qilamiz? Manaqa qidir-bidir bo'lib quriydi mana. Mana shu holatda bo'ladi. Buni tekkizlar ekanmiz. Ustini ham, tagini ham. Uning uchun manaqa ulkan shlipovka mashinasi bor. Bu hozir Iskandar aka bir taraf tekkizlanganmi buni? Ha, bir taraf tekislangan. Tagi tekkizlangan buni orqasi. Orqa tomoni tekislangan. Orqa tomoni chaqlab, silliqlab chiqaziladi. Birinchi orqa o'tadi, orqani tekislab olgandan keyin beti bilan qo'yiladi. Ha, hozir buni endi yaltiratyapti bu yerda. Ha, yaltiratib chiqariladi. Ketdi mana. Kislorod ham shungami? Ha. Havo ham Bosim bilan ishlanadi bu. Har bitta tonnada ham. Tonnada bosim bilan ishlanadi. Mana tomonga o'tib ko'ring, o'zingiz guvoh Ha, bo'lasiz. yerda bo'ladimi? Aha. Ya'ni bormay ekan. O, mana. Mana qaranglar. Ezib pishiryapti, bosib pishiryapti. Vay. Normal. Yo'ldan chiqqandan keyin mana mahsulotlar.
shakli go'zal. Zo'r. Hop. Bu yerga teramiz. Bu o'sha tayyormi endi sotuvga? Bu mahsulotimiz bo'ldi, tayyor holatda bo'ldi mana. Mana shu holatda chiqadi. 10 yil turadi, xudo xolasa. 10 yil garantiyasi bor. 10 yil. Bemalol. O'zgarmaydi. Yo'q, umuman o'zgarmaydi. Zo'r, akalar. Bu endi 10 yil kafolat, rangi o'zgarmaydi. Bu turaveradi, xudo xolasa 20 yil 30 yil. Chunki bu tabiiy narsa. Tabiiy tog' toshini mashq holatga forma berilyapti. Ikki hammasi standart bo'lar ekan. Tagi usti shilingan nechilik bu? Bu hozir 3,5li 3 qoldi. 3 qoldi. Ha, silingandan keyin orqa oldidan silingandan keyin 3 sm qoladi to'liq. Buni to'rlik desa ham qilib beraveramizmi? To'rli desa qilib beramiz. Bo'ldi. O'sha ikkita taraf tepadan pastga olib standart holatga keltirib qo'yish kerak.